Assalomu alaykum barchaga qizlar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Mana sizlarga va'da qilingan o'zidan chiqqan kapishon video darsligini olg'imda. Xo'p, materialimiz ko'zlarni chiqazib tashlab o'lchasam, o'zi 2 metr olingan, ko'ramiz. Mana bu 2 metr ekan. Ko'zlari bilan birga 2 metrga ko'zlarni chiqazib tashlasa, o'sha 1.95 qolyapti. Hop, mato mana bunaqa velvet matosi. Hozir tuki bormikin, tovlanarmikin desam, tovlanmas ekan. Shuning uchun bemalol bichoramiz teskari qilib olib. Hop, yenini o'lchab chiqani, yana chiqqan 81.60 ekan yana. Hop, agar asos andozangiz bo'lmasa, andozasiz ham ishlab ketsangiz bo'ladi. Chunki svobodniy turadigan bo'ladi, o'zidan chiqqan kapishon, ustki kiyim svobodniy turadi. Andozangiz bo'lsa, yana ham yaxshi. Hop, mana bizda 50-52 razmer andozasi bu. Agar 50-52 razmer bo'lmasa, hozir tikayotganim bu mijozimiz 50 razmerda, 50-52 razmer. Kenayimga tikib beryapman buni. Xo'p, agar 50-52 razmer bo'lmasa, o'sha 48 ni ham ishlatsangiz bo'laveradi. Bitta 48 ni ishlatsangiz bemalol 44 dan 50-52 ga tushaveradi, chunki ustki kiyim. Xo'p, mana bu 48 ekan. Buni orqa qismi yo'qda, mana 50-52 ni orqa qismi bor. Mana orqa qismi bor. Hop, endi ochiq liniyadan biz oldi qismini qilamiz. Buklov liniyadan orqa qismi, yeng qismi spushniy bo'ladi. Hozir ko'ramiz qani joylaganimizda orqa bilan spushniy etagi bilan sig'ib berarmikin. Bittasini bu tarafga, nariga orqani, etagini bu tarafga qaratamiz menimcha. Bu liniyalardan yeng, cho'ntak-po'ntaklar olamiz. Hop, endi mana oldi qismimizni qo'yib olaman. Bo'yi 115 lar bo'ldi, chisadan pastga tushib qolgan. 3 cm yetadi ustki kiyimlarga. 118 qilib olamiz buni. Mana 118 ni o'lchab oldim. 118 dan keyin mana andozam qo'yib ketaman. Agar andozangiz bo'lmasa, endi erkin asosda spushniy ketsa ham bo'ladi. 6 cm qoldirdim men old qismidan. 4 cm dan 8 cm gacha qoldirishingiz mumkin. Bu kapishonkaning kattaroq chiqishini ta'minlab beradigan narsa. Buni mana bu holatda joylashtirib qo'ysangiz, kapishonkangiz katta chiqib bermaydi-da sizga. Buni xohlasangiz keyin kesib kapishonkani o'ziga qoldirib olsangiz ham bo'ladi. Oxirida ko'rsatib boraman uni ham. Mana men o'rtacha 6 cm qoldirib oldim oldidan. Endi agar sizda 48 razmer andoza bo'lsa ham, yoniga harakat kiyimligini 3-4 cm qo'shib, bemalol 50-52 ga tushadigan qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana shu oversize narsalarda, ustki kiyimlarda. Lekin ko'ylaklarda bo'lmaydi u narsa. Hop, biz nima qilamiz? Buksa qismini topib olamiz. Beldan 20-21 cm tushib, men 21 tushdim. Nima uchun 20, nima uchun 22 tushishni offlaynda, onlayn andoza darsida qizlarga tushuntiriladi. Qatga qarab tushilishi bu narsani. Hop, endi mana shu 6 cm dan keyin men buksani qo'yib olaman. Hop, tablitsadan ham olsangiz bo'ladi buksani. Biz qizlarimizga tablitsa beramiz tayyor. Hop, ko'krak liniyadan 4-5 cm kengroq qilamiz buksani. Ko'krak liniyaga 2,5-3 cm qo'shaman. Kenglikni mana. Kenglikni qo'shib qo'ydim. Hop, shuni o'pishman liniyaga o'lchaganimizda 30-31 chiqyapti. Demak, 34-35 lar qilsak bo'ladi buksani. 34 belgilab qo'ydim hozircha. Endi mana spushniy bo'ladi tepa qismi. Oddiy mashaqa qilsangiz ham bo'ladi. Lekin men hozir spushniy xohlayapman. Bu kenayimga tikyapman buni. Spushniy yaxshi turadi oversize narsalarda, ustki kiyimlarda bemalol harakatlanasizda. Endi yelka plus yengimizni qo'yib olaman. Bu yerda cho'q haqqi bilan birga 25 lar qildim bo'ladi. Mana shu yerdan 5 cm lar qiyaman. Shu 5 cm ga to'g'ri yelkani olib kelamiz. Yelkani to'g'ri olib keldik. Endi mana shu liniyadan hop, men yuqori bilak kengligini qo'yib olaman. Yuqori bilak kengligimiz 50-52 razmerda bo'lishi mumkin. 35-36 cm. Agar 36 bo'lganda ham 2 ga bo'lsa 18 bo'ladi. Kamida 4 cm qo'shiladi bilakka, bo'lmasa ustki kiyimlarda 6-8 qo'shiladi. 6 qo'shganingizda ham 18 ga 6 bo'lsa 24 bo'lyapti. 24 cm olamiz. 24 cm tushib oldik pastga. O'zi ustki kiyimlarda mana bu qismimiz yopilgan vitichkamiz. Vitichkani ochib turib ham ishlatsangiz bo'ladi ustki kiyimda. Hop, endi biz yuqori bilakni qo'yib oldik bu yoqqa 24 qilib. Mana bu ichkariga qiyalashimiz kerak, lekin biz qiyalamaymiz. Chunki qiyalasak bizda o'sha mana bu harakatlanish ko'krak qismi tor bo'lib qoladi. Shuning uchun ichkariga qiyalamaymiz. Hop, mana 24 cm qo'yib oldik. 24 bo'lganda ham tepadan pastdan 1 cm cho'qqa kiradi, 22 qoladi. Общий aylana bilak shunda 44 cm bo'lyapti. Ya'ni 8 cm, 7 cm harakat kenglik bilan chiqib kelyapti. Hop, endi etagini kengligini qo'yib olamiz pastki
qismini. Ustki kiyimlarda bel chiqazmaymiz, bel kerak emas. Sababi bu oversize narsalarda zalum tushib qoladi, ortiqcha bunaqasiga zalum tushadi agar bel chiqazsak. Hop, etek kengligimizni qo'yib olamiz. Etek kengligini ham 6 sm dan tashqari 37 lar 38 lar qo'ydim. Etek kengligini chiqazish ham o'sha to'liq offlaynda o'rgatilinadi kursimizda. Hop, bunda ustki kiyimlarda unaqa A shakliga o'xshab keng qorilmaydi etek qismi. Mana etekka qarab to'g'ri mana bu yeng tugagan nuqtadan olib ketyapman. Ikkita yoniga vers qilamiz. Bu qisqa liniya mana ichkarida qolib ketdi o'sha. Bizada oversize kengroq bo'lgani uchun yeng qismini unaqa chuqur mana tarafga tushadigan qilmadim. Shunaqa bo'lgani uchun mana bu tarafda bundoq forma chiqmadi, spushinida bo'ladi-yu, mana bundoq forma chiqib ketadi spushinida ichkariga. Hozir chizmasini ko'rsataman. Mana qarang, spushinida bo'lgandan keyin yengi qiyalab turib bundoq forma chiqib ketadi. Bu forma spushinida chiqmasligi ham mumkin. Даже mana bu ko'krak oshib chiqishi ham mumkin, bu tarafga yengiga qarab ham ketishi mumkin. Spushinli 3 xil formada chiqadi. Bu forma to'liq offlaynda o'rgatiladi. Hozir endi tushuntirsam bu ko'p vaqt oladi. Hamma spushinida ham bunaqa forma chiqmaydi. Yeng kalta bo'lib ko'krak oshib ketsa to'g'ri holatda ham kelishi mumkin. Mana to'g'ri pastga tushib oldik. Qisqa liniyamizdan bemalol harakat qilganlik bilan bo'ldi. Endi hop, orqa qismimizni ko'ramiz. Orqa qismimiz sig'sa yengi bilan uchinchi sig'adi menimcha. Endi tepada kapishyonkasini hosil qilib olamiz hozir. Keyin orqa qismini bichamiz. Orqa qismi oddiy bichiladi, qiyin emas. Hop, oldi bo'yin o'yinni chizmadim, kerak emas oldi bo'yin o'yinni, chunki oldi qismiga umuman hech tekkizmaymiz, kesmaymiz oldi liniyani. Endi mana bu bizda bo'yin o'yindimiz, 7 sm-lik bo'yin o'yindi. 7 o'yiladi. Mijoz xohishiga qarab bu kattalashtiriladi. Bo'yinni bashmirka razmerku 50-50. Shuning uchun men 8 sm, 41 sm ochib oldim buni. Chunki bu kesilib bo'lgandan keyin ochishni imkoni bo'lmaydi-da, o'zidan chiqqan kapishonda. Shuning uchun 8 sm qilib kirib oldim. Endi bizga orqa andozamiz kerak bo'ladi. Endi mana oldi qismini chizib oldik. Hop, mana bu andozani olib qo'yaman. Yoki tursin, sizlar chalg'ib ketmanglar. Mana turibdi andozamiz. Mana shu kamerani yaqinlashtirdim, yaxshiroq ko'rinish uchun. Hop, biz bitta kapishyonkasini hosil qilishimiz kerak. Kapishyonkani hosil qilish uchun bizga orqa bo'yin o'yinimiz kerak bo'ladi. Hop, orqa bo'yin o'yinini shu 8 sm kirgan liniyaga обратный qilib joylashtirdim. Nabarat qilib oldim mana bunaqa qilib. Joylashtirdimda biz orqa bo'yin o'yinini ko'chirib olishimiz kerak mana bu nuqtani. Hop, mana bu bosh qismini qo'ymadim deb bu yoqdan 1 sm kattalashtirdik-ku, buni ham 1 sm ichkariga kirib qo'yibman. Chitobi mana menga qo'shilsin 1 sm deb. Chunki orqa bo'yin o'yini katta bo'lib ketsa, orqa bo'yin o'yiniga tikkanimizda kapishyonkada kichikroq bo'lsa bo'ladi, lekin kichkina qilib olsa uni kattalashtira olmaymiz-da o'zi. Mana shu holatda joylashtirdim. Mana bu chizig'imizdan, yelka chizig'imizdan 3,5 sm pastga tushdi. Hop, endi orqa bo'yin o'yinini ko'chirib olamiz. Ko'chirdim-da, bundan 1 sm tikish haqqini qo'shib oldim. Mana shu 8 kirgan liniyamizga qo'shdim. Bunday qilib qo'shdim-da, endi mana kapishyonkani kengligini o'lchaymiz. 21 sm, yana 42 sm bo'ldi kengligi. Hozir o'rtada yana kattalashadi. Endi tepa qismga kapishyonkani kengligini qo'yamiz. Hop, bashmirka razmer bo'lgani uchun men 34 sm qo'ydim. 35-36 qilsangiz ham bo'ladi. Standart razmerlarda 32, 31 qilsangiz ham bo'ladi. Mana chizib oldim. Endi assalomu alaykum. Mana bo'yin o'yinda tugagan nuqtadan tekis qilib tepaga chizib olamiz. Mana kamerani yana ham yaqinlashtirdim sizlarga. Mana bo'yin o'yin tugagan nuqtaga qarab tepaga yurdim. 30, hop, pastdan 34 sm qilamiz. Endi mana shu nuqtani 30,5 ga yarmini topib olamiz. Yarmini topganimizdan keyin mana shundan 3,5 sm chiqamiz. Mana endi kapishyonkani kiyilish kengligi 24 bo'ldi. 24, 25, общий kapishonka boshga kiyilganda aylani 50 sm bo'lyapti. Endi mana bu nuqtasini chizib olamiz. Mana liniyaning ichkariga kirgan liniyasi bilan chizdik. Endi bu liniyani aylanib olib kelamiz. Mana bu o'rtadan 2,5 sm qiyalamiz. Mana shu holatda kapishonkani hosil qilib oldik. Endi bu taraflariga umuman hech kelmaydi. Orqa taraf bilan, chet taraf bilan ishlaymiz biz. Hop, endi orqa qismimiz narigi tarafdan bemalol orqa sig'arkan. Orqa etek qismimizda oldida 6 sm dan tashqari 38 degan ekanmiz. Bizga etekka 38 sm rovna chiqib berar ekan. Orqani boshini u tarafga qilamiz, chunki mato to'lanmaydi. Keyin mana qolgan liniyalardan biz yengi, cho'ntagini bichib olamiz. Yengi ham to'rt qavat holatda 24 sm bo'lsa, bizga mana shu 48 sm kerak.
bemalol mana bu yerdan 4 qavat qilib olib, ikkita yengini bichib olamiz. Ya'ni pushingizni davomida bichamiz. Mana endi oldi qismini kesib olamiz.